Bosh sabr qilib beraman. Hozir o'zi nimadir qiling. Nasringdan buzildi o'zi. Alo, Kene. Labbay Farahod. Ha, yaxshimisiz? Bola ovqatlandimi? Ha, ovqatlarini yedik. Darslarini qildik. Xullas, men hozir yana bitta majlisga ketyapman, kech kelaman. Iltimos, bolani cho'miltirib qo'ying, ertaga maktabga boradi-yu. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xotiraming. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Hazır. Kene. Voy, Rustamjon, men Iforaxon kelibdilar deb o'ylabman. Keling. Kelmadimi hali? Yo'q. Bugun ishda ozgina ushlanib qolar ekan. Ovqat yeysizmi? Ishtaham yo'q. Temur uxladimi? Ha,